Brazil jangchi o'z qo'li bilan o'z taqdirini buzdi. Hammani ko'z oldida u raqibini orqadan urdi, qattiq va kutilmagan zarba berdi. Kresan ishini qildi desak ham bo'ladi. Bu raqib past harakatlari uchun diskvalifikatsiyadan zo'rg'a qutulib qoldi. Hatto g'alabani mag'rurlik bilan nishonladi. Ammo jazo uzoq kuttirmadi. Raqib jamoasining javob zarbalari faqat dastlabki ogohlantirish edi. Asosiy intiqom yarim yildan keyin berildi. Revansh jangida haqoratlangan arman jangchisi jahl bilan maydonga chiqdi. U qasam ichgandi, bu gal hisobni yengil yo'l bilan emas, og'ir yo'l bilan to'g'rilaydi. Boshida past harakatlari bilan g'alaba qozongan raqib yana o'sha uslubini qo'llashga urindi. Lekin bu safar arman uni tuzog'ini o'ziga qarshi burdi. U vaziyatni his qildi, raqibini burchakka qamadi va u yerda uni seriyali g'alabalar bilan yiqitdi. Oxirgi hal qiluvchi nokaut zarbasi unga faqat g'alaba emas, qadr-qimmatini ham qaytarib berdi. Do'stlar, bunaqa janglar haqida fikringiz qanday? Kommentariyaga yozib qoldiring.